hech kimga o'z muammolari oqibatidan kelib chiqib zarra qadar ham qo'pollik qilishi, xafa qilishi mumkin emas. Azizlar, unutmang, og'zingizdan chiqqan hech bir gap yoki vujud a'zolaringiz bilan qilgan yomon ish izsiz ketmaydi. O'zingizga albatta qaytadi. Sizga qaytmasa, farzandingizga qaytadi. Farzandingizga qaytmasa, aylanib kelib nabirangizga qaytadi. Siz bitta xato qilasiz. Jabrini esa sizdan keyingilar ko'rishi mumkin. Va yana shunday aksioma bor. Isbot talab qilmaydigan haqiqat. Eng suygan, dilingiz bilan yaxshi ko'rgan odamingiz hayotida siz qilgan xatoning jazosini ko'rib qolishingiz mumkin. Ba'zan ko'p yaxshi ishlar bilan band bo'lgandek yurasiz. Kutilmaganda boshingizga bir ish tushadi. O'shanda beixtiyor nima uchun degan savol miyangizda charx uradi. Bu balki Allohning sizni toblash uchun, bizni toblash uchun yuborgan bir sinovi bo'lishi ham mumkin. Va yoki qaysidir ajdodimizning, qaysidir bizdan avval o'tgan ajdodlarimizning qaysidir bir gunohiga to'lov qilayotgan bo'lishimiz ham mumkin ekan.